Nimaga Amerikada ko'plab mahsulotlarning mana shunaqa chuqurchalari bor? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, nega bunaqaligini aytib beraman. Bir kuni muzlatgichni ochsam, sutni kimdir pachoqlab qo'yibdimi deb o'ylabman. Lekin o'ng tarafga qarasam, boshqa sutda ham xuddi shu ahvol. Bunga aniqlik kiritilish kerak dedimda, yana o'sha odamni jonidan boshqa hamma narsa topish mumkin bo'lgan Walmartga qarab yo'l oldim. Walmartga ham kirib oldim. To'g'riga yursam, o'sha yerda sutlar qatori joylashgan ekan. O'zi ham bir dunyo sut bor ekan. Endi bularni tekshirib ko'ramiz. Bittasini ko'rsam, xuddi shunaqa chuqur. Ikkinchisini tekshirsam, unda ham xuddi shu ahvol. Ko'rishinglar mumkin, hammasi ataylab pachoqlanganga o'xshaydi. Boshida bu narsa faqat sutda bo'lsa kerak deb o'ylasam, lekin xuddi shu ko'rinishda bo'lgan. So'klarda ham shunaqa chuqurchalar bor ekan va bularniki haqiqiy pachoqlanganga o'xshaydi. Lekin xuddi shu ko'rinishda bo'lgan idishli suvlarda bunaqa chuqurchalar yo'q ekan. O'zi ham opa videoga olishimga rosa xalaqit berdi. Eng qizig'i peshonasidagi kamerani ko'rmabdi. Xullas, biznesga qaytadigan bo'lsak, agarda mana shu chuqurchalar shishib qoladigan bo'lsa, bu mahsulot aynigan hisoblanar ekan. Lekin tepasida saqlanish muddati ham yozilgan. Menimcha bu narsa xavfsizlikni 2 baravarga oshirish uchun bo'lsa kerak. Sizlar bu narsani bilarmidinglar? O'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiringlar va agarda Amerika haqida ko'proq videolar qiziq bo'lsa, profilimga obuna bo'lishni unutmang.